Olmazor tumanida ikki xonali 65 ming, 70 ming bo'lib turgan paytda men sizlarga Novostroykani, ikki xonasini, kadastri borini 61 ming dollar ko'rsataman. Undan oldin atrofni bitta ko'ringlar. Podezimizni, fasadimizni, besetkalar. Xullas mahalla juda ham bomba variant. 4 qavatli uyimizni ikkinchi qavatida 61 ming dollarga ikki xona tayyor remont uyimizni chiqyapti. Ko'ramiz. Kadastr bo'yicha hozir 57 kvadrat sizlarga kirishdan boshlab ko'rsatib o'taman. Asosiy kirish eshigimiz, chapki tomonda stroyli mebel uchun joylar bor. Xo'p, bu yerdan birinchi xonamizni ko'rsataman. Sanuzilimiz, barcha aksesuarlar to'liq qo'yib o'tilgan, kir mashinalarga tashlab ketiladi. Oldida bo'lsa yotoqxonamiz, ya'ni spalnya qismi. Mebellar qo'yilgan, remontlari tayyor holatda radiator yordamida isitiladi. Uni yonida bo'lsa mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan zal. Parda, lustra, gilam, hamma sharoitlar to'liq qilingan. So'nggi xonamiz bo'lsa oshxona. Oshxonada mebel texnikalari qo'yilgan, nonushta qilib o'tirish uchun barcha sharoitlari qilib o'tilgan. Ikkinchi qavatdagi ushbu uyimizni srochniy narxlarda sotilyapti. Pastda bo'lsa joy egasi raqamini qoldirib o'tamiz. Uy bozor plus kanali nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.